Kim esida shunaqa narsalarda o'ynab yurardi yoshlikda. Maktab paytida olib. Ahlayver aka. Lineykami? Lineykasi bo'lardi buni. Yoshligingizga tushib ketdimi aka? Esimda bor. Maktabda orqasida bozorchamiz bo'lardi. Buni lineykaligi chiqqandi. Ha. 94dan 2000gacha bolalar bizga kerak. Biz endi 2010-2015-yillar atrofida Keyin bunaqa narsa ham bo'lardi. Bu endi qiz bolalar har xil stiker daftarga yopishtiradigan chiqqan. kundalik yopishtirib olardi-ku aka. Abedga bergan pullarni anaqa narsalar olib daftarga yopishtirib. Planshetini ochuvdi hozir eski xotiralar esga tushib ketdi. Har xil narsalar bor ekan. Yoshlik aytdingizmi aka? 2 so'mlik hot-dog bo'lardi. Nonni to'rga bo'lib. Salatga non, ha? Ketchup mayonezga bo'lsa. Zo'r paytlar edi o'sha paytlar.